Alaykum barchaga. Bugungi kunimiz 10-mart. Hafta kuniga dushanba 2025-yil. Mana Farg'ona viloyati Buvayda tumani Bachqir qishlog'iga toza qonli Galishten munojilarimiz keldi. Soni 50 bosh. Ularning hammasi bitta fermaga sotildi. Do'stlar, obunachilar uchun tomoshaga video qilyapmiz. Agar fermer akalarimiz zakaz qilsa olib kelib beramiz. Bo'g'ozdan desa bo'g'oz, xunojindan desa xunojindan, yosh buzoqlardan kerak desa buzoqlardan ham olib kelib beramiz. Mana haqiqiy toza qonli Galishten xunojinlar. Ular ichida bo'g'ozlari ham bor. Bular dumi yo'q. Ko'pini sababi fermada dayiniy zal, sog'in zalda sog'iladi bular. Dumi sog'inga xalaqit qilish uchun kesib tashlanadi. Sog'in vaqtida xalaqit qiladi dumlarni. Like bosib, pastda tugmasini bosib, videolarimizni tarqatib qo'yishni so'raymiz. Yana ham chiroyli, qiziqarli videolar chiqarib borishga harakat qilamiz. Janavorlar yeyishini qarang. Mana bu yoqda 10 bosh toza shoxli rossiyskiy bo'g'ozlarimiz ham bor. So'raganlarga mana shular sotiladi. Ilk vazni 300 kg atrofida. Soni 10 bosh. Bo'ylari 1.25-1.30 atrofida. Havas qilganlar, obunachilar like bosib, videolarimizni tarqatib qo'yinglar. Yana ham obunachilarimiz ko'payishligiga sababchi bo'lib qolasizlar. Chiroyli videolarni chiqarib borishga harakat qilamiz. Bular haqiqiy o'sha 55-40 millionlikgacha bo'ladigan sigirlar. Sut yo'nalishi bularda eng kami 30 ta, u yog'i 60 tagacha sut beradi bular. Haqiqiy sut yo'nalishidagi munojinlar.